aldım. Yirip ko'rsatayin. Yurib ko'rsating. So'z isboti bilan bo'lsa. Yurardim-da. Ha. Men hozir to'g'ri yuryapman mana. To'g'ri yuryapman-da. Aslanbekda rosa telefonda ko'rdim, oxir keldim. 24 soat bo'lsa men 25 soat og'ridim. Xaloyiq. Yaxshi bo'ldi. Mana 3-marta kelyapman. Oyoqlarim rosa zo'r bo'ldi. Dostonni ota-onasiga o'qitgan hammasiga rahmat aytaman. Shunaqa bilimli bola tuqqani uchun onasi. Yaxshi bo'lganimdan men shunaqa qiyshayganim ham umurtqa pog'onimda qiyshab qolgan ekan. Shuni yaxshi bo'lib qoldim. Yurib ko'rsatayin. Yurib ko'rsating. So'z isboti bilan bo'lsa. Yurardim-da. Ha. Men hozir to'g'ri yuryapman mana. To'g'ri yuryapman-da. Yuringchi, zalga chiqaylik billa. Mana hojonamiz qayerdan kelgansiz hojona? Men Toshkent oblast Angrendan kelganman. Toshkent oblast bilan Angrendan kelishgan. Dostonjonni yoniga 3-marta kelyapman. Rosa yaxshiman. Birinchi kelgan paytim umuman men shu zinadan tushib kela olmagan, sumkamni kelgan bolalar meni ko'tarib kirgan. Birinchi kelganingizda? Birinchi kelganimda. Chunki men ko'tarib kira olmaganman. Ahvolim og'ir bo'lgan. Umurtqa pog'onim ana tomografiyaga tushgan paytim qiyshiq chiqqan. Chunki oyog'imni tashlab yurganman-da. Endi men to'g'ri yuryapman. Mana harakatlaringiz yolg'on gapirish gunoh. Albatta. Yolg'on gapirmayman. Hojona, men xursandman. Mana Angrendan keldingiz, davolanyapsiz. Mana 3-marta kelyapsiz. 3-marta kelyapman. Dostonga rahmat. Nechta bemorlarni jo'natdingiz menga? Mana chunki meni to'g'ri yurganimni ko'rgan, men bozor qilaman. Yaxshi bo'lib qolibsan deydi. O'shanda dostonni aytib, odam kelyapti, to'g'rimi? Albatta. Siz yaxshi bo'lganimda orqasidan odam kelyapti. Albatta. Mana hojona birinchi kelganingizda haqiqatan og'riq kuchli edi. Qiynalgan holatda edingiz. Vesingiz ham bundan baland edi menimcha. Ha? Siz menga natija bo'lmaydi deganingiz uchun men harakat qilyapman. Hali vesni tushirish bo'yicha, haqiqatan veslari ham yo'g'on edi. Hozir keyingi kelganingizda 10 kilo ozib keling deyman doimo. 12 kilo ozdim. 12 kilo ozidingiz. Shu ozganingizni nima bilan ozidingiz? Ko'pchilik ham qiziqdi. Diyetologga telefondan olanib, diyetologga, diyeta tashlab o'shandan ozdim. Zo'r mana. Albatta tiz og'riqlarining asosiy davolaridan biri ozish. Ozish ekanda, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Mana harakatlaringizdan xursandman. Zo'r. Siz har bitta kelayotgan bemor sizga o'xshab kelasi bo'lsin, holatlari. Shunaqa bo'lsin. Sizga rahmat juda ham katta. Baxtimizga sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Butun ana oyoq og'riq odamlar qolmasin dunyoda. Ilohim. Shunaqa qiynaldim lekin. Tuqqan onangizga rahmat deb 100 marta aytaman. Har kelganimda aytaman. Ilohim. Bolalar sizlarni ko'ring. Ilohim. Kelajakdagi o'sha farzandlarimiz, yaqinlarimiz, shogirdlarimiz ham juda ham ko'paysin bizni. Bu ham endi hayot borki, hayotdagi har bitta soha bir-biriga bog'liq ekan. To'g'rimi? Meditsina yoki boshqa sohalar bir-biriga bog'liq. O'shaning uchun tiz og'rig'ini haqiqatda 5-10 yilda tugatib yuboramiz.